Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga xush keldingiz. Kanalimizda Qaynam o'rkishi, Chala tekkan o'q, Manas daryosidan qaytish, Anjamboy, Sarson ruh, Qonliq iz, Qonliq idir, Turma xotirlari mahbus ruhlar, tarixiy tazkira asar Idiqut o'g'lonlari Mo'ytilar jamoati, tarixiy roman G'ani Batur, Sabit Damullamning qisqacha tarjimali, Xo'janiyaz hojining ish faoliyatlari qatorliq asarlar bor. Asarlarimizni yoqtirib anglishingizni qarshi olamiz. Asarlarimizni yoqtirgan bo'lsangiz, do'stlaringizga va boshqa to'plarga tavsiya qilib qo'ying. Rahmat. Amdi anglaydiganlar. Tarixiy roman G'ani Batur. Avtori Ziyo Samadi. 5-bob. At o'g'il balaning qanoti degan tamsil mushuningdek atlarga qarab aytilgan bo'lish kerak. Ko'rang qashqining bo'ri mingishiga har qandaq at o'krang tashlab yetisholmaydigan. U yo'l besib qizigan siri tizgin serib, beshini o'ynatib, ikki yonga ko'vik tashlab mangsa yoki quyrug'i baayni laglakdek lapildab ketadi. Ko'rang qashqining ustida yinik his qilasan o'zingni. Yo'lning uzunlig'i bilinmaydi. Atning qadrini bilgan odam uning bahosiga qaramaydi. Ko'rang qashqini bir uyir ilqiga tegishmagan g'aldan do'stlik aqidasi uchun G'aniga mingizib qo'ygan edi. Ko'rang qashqa G'aniga, G'ani ko'rang qashqiga shundoq yarashqaniki, ko'rgan kishining zo'qi kelmay qolmaydi. Bugunmi dаңliq etini bo'ra yurishiga selib, qirqa bo'ylab kelayotgan G'anining xiyollari chichalang'u. Qayerda kimga boradiganligi muqim emas. Akşam haşarçılar arsida qadoq qo'lliq dehqonning gapini anglab, ularning taqdiriga tan berib, o'z hayotiga beparvo, beg'am, qandoqdir tapsa tavrimas mahkum holatini ko'rib, vijdoni qaynab, daryo bo'yiga ketgan edi. Shu topdimi, uning qalbini bir-biriga qarmu-qarshi, tigi-taktiga yetkini bo'lmaydigan o'y fikrlar chulg'ib olgan. Go'yo fikrlarga javob izlagandek, qayoqqadir ketayotgandek his qiladi. Bersang yeyman, vursang o'laman degandekla mo'ldirlashib turishida bu haq bilan nima ish qilgani bo'lar? Gaz garangliqni bizgala ato qilganmi-ya bu xudo? Pichirdi u kimgadir aziyat etgandek, yurt cho'nglarimiz boyliq to'plab, mol-mulk yig'ib, ko'p xotin ilib yursa, kambag'al chumbag'allar oyda yilda bir to'yg'iniga rozi bo'lib, taqdirga tan berib, so'rilib yetishsa nima ish qila olaysan? Bu o'ylar uning og'zidan unlik chiqib ketgachga, ko'rang qashqa shingtiyib, quloqlarini o'ynatdi. Birdan G'anining esiga kichigidin molla imomlar, mudarris axunumlar takrorlab, islom dinidagi mo'minlarning quloqlariga qo'yib kelayotgan bu dunyo kofirlarning, u dunyo bizning degan eng qaloq qulluq mahkumlikqa chirmab beradigan fatvo keldida vujudini g'azab titrigi bosdi. Shaxsiy g'araz va manfaatlarini o'ziningla rohat farog'itini qo'g'lashgan ruhoniylar tarafidan ishongan bu saxta fatvo musulmonlarga oz kulfat keltirgun yo'q-ku. 10 yilcha burun bu xurafiy fatvoga astoydil e'tiqod qiladigan G'ani bugun shak keltirib, buni topgan saxtipazlarga, aldamchilarga la'natlar o'qidi. Nimishga? Diniy e'tiqoddan kechdimi? Hargiz. U dinga, Allohning birligiga e'tiqod qiladi. Dinsizlarni yomon ko'radi. Faqat hayot, maishat, musulmon atalmish qon qarindoshlarining ezilishi, haqoratlanishi uni uyg'otdi. İnsan munosabatlariga tanqidiy ko'z qarashni, haq nohaqni ayirishni o'rgatdi. Ajab isha, musulmon bandalarini yaxshi ko'rgan Xudo bu dunyoning rohatini kofirlarga, u dunyodagini musulmonlarga ato qildi. Naq kofirlarga, nisiya musulmonlarga. Ha, beixtiyor kulvatdi G'ani. To'xta. Qaysi kuni juma xutbasida xotib axunum Padişahның əmri Xudoning əmri, hökumətning diginidən çıxmaz kerak. Digini qo'limizni bog'lab berganlik-ku. U o'ylasa tit bo'ladi. G'azotni avval o'z ichimizda ichib, ashundaq ezitqularni yo'qitib,
andin yatlara tutish qilsak bo'ladigan o'xshaydi. Undaqda o'zimizning qinini o'zimiz to'kkanlik bo'ldi-ku? Yo'q, bundaq bo'lmaydi. Alloh oldida gunohga patimiz. İchki kechirmalar ilkida Nusrat xalifatning qo'g'inligiga yaqin kelgandila, uyqudan uyg'ongandek xiyoldan bosh ko'tardi G'ini. Uni bu yerga ot ilib keldimi yoki otning beshini mushu tarafga buridimi, o'zimi sezmay qolgan edi. Texi yaqindala ko'kirib yashnab turgan qo'g'inliq vashang bo'lgan. Qo'g'in tavuzlarining yo'parmoqlari g'azanglashib, nokcha g'ullari ko'rinishga, Tüneklerinin qirlari yesilishib, u yer bu yerda jigiligan kanja xamaklar va gullarning nozik nokchilari qaqshallashishga boshlabdi. Barangning ta'misi ilib tashlangan, faqat supicha bilan o'choqning iznasi qapti. Qo'g'inliq shu qadar xunuk tashlandiqqa aylanganki, ko'ngil g'ashligini qo'zg'aydi. G'ini vashanglashgan qo'g'inliqdan kimnidir izlagandek atrofga nazar tashladi. Balkim u qo'g'inliqqa, ta'milik baranga, g'uchchida ichilgan qirmizi gullarga yarashgan sog'lom dehqon qizi cho'lpanni izlaydigandu. Cho'lpan yo'q. Balkim cho'lpan yo'q bo'lg'achqa qo'g'inliq bepayzi, xunuk, quruq qaqshal bo'lib qolgandu. Nurani uzluk oqsoqol Nusrat xalfatchu. U tunugun o'stan chepig'idan ketib qopti. Nimishga G'iniga gapmi qilmay ketib qoldikina? Ha, rastla Nusrat xalfat bilan ko'rishmoqchi, so'zlashmoqchi emasmidi? G'ini ko'ran qashqini yetimsirgandek, yolg'iz dengib turgan mum yog'ochqa bog'lab qo'yib, barangliq qilgan yerdagi yisa toshqa o'ltardi. Yozda kelganida cho'lpan qiz mushu toshning ustida o'ltirib, bovisining ko'ynigini yamayotgan ekan. Yanchug'idan kashlangan tamaki xaltasini chiqardi va shu an mushu xaltaga munosabatlik umr bo'yi pushmon iztirob keltirgan voqea ko'ngildan kechdi. Texi sahroliq, yaqindan buyon bu shaharliklar bilan oralashib, ko'zi echilishga boshlagan G'ini mol bozorda 2 otni setib, pulini amdila ilishiga shahar jesakchilari Umar, Avud, Hashim Toko uchi osmondan tokkida tushgandekla paydo bo'lishdi. Voy jesakchilar ey, dedi hayronligini yo'shirolmagan G'ini. Qumay o'lik otning hidini bir kunlik yerdan hidlab uchib keladigan. Senlar Qumaydan qilishmaysan-da. Dangallig'ini qilma, sahroliq. Xudoyim rizqimizni sen to'ng ko'zlardan aytib qo'yganda. Yanchug'ing ta'tir o'rilmagicha bizdan qutulmaysan, qashliq. Jesakchilar G'ini bilan aman asanlikni shu tariqada so'rashdi. Bular g'uljining lukchak, qimorvoz gangonlaridan bo'lib, Ömer degini bular ichida inovatligirak, martrak bo'lg'achqa, G'ini uning shu taraflarini yaratadigan. Avud bilan Hashim ikkisi Ömerning soyasida jon boqadigan jesakchilar hisoblanadi. Har uchlisi adiganda mol bozorda bedikchilik qilib, tushda oshbuzilda yeb ichib, kechqurunda chanxu qimor yoki oshna o'ynaydiganlar. Tayinliq, meni bir qator yungdimigacha xotirjam bo'lishmaysan. Yuringlar, deb olg'a tushib mandi. Qayerga? Yusufning yoki Ismoilning oshbuzligida. Langshanga, Madasning oshbuziliga. Bir necha oshxonalarni sanab chiqishdi. Taomdan deti bor jesakchilar. Chunki bugun G'inining yanchug'i do'ng, 2 otning puli bor-da. Muno yampashning adab ketganini qaranglar, dedi dingaqlab, boshqalardan qolmay kelayotgan Hashimga qarta G'ini. Sana cho'y, men tangma ortiq ketidi. Ilfatlar kulisha 80 turlik say chiqaradigan Madasining oshpuziliga qarab mengishdi. Necha xil saylar yeyildi, necha jing jun haraqlar ichildi. Ilfatlar laylashib chalva qashqa, men sana aytay deyishga boshladi. G'inila oshxonaga qandoq kirgan bo'lsa, shundoq budungday o'ltiribdi. Uning burnining uchi sal qizarib, ko'zlari o't chaqnab ketgani bo'lmasa, haraq ichganligi bilinmaydi-yu, lekin payli buzilib, vasvasga salatdi. U shir kayfa bo'lib olgan, hammani o'ngtay to'ngtay qilibdidigandekla apti bor. Shu tapda
ko'chaga chiqib uchrashgan chirikning tumshig'iga urib, miltig'ini tortib olsa, ko'ringan amaldor Xitoylarni otsa, ondin Hoshim nimanidir g'ingshidi. Miyanglamaroy, yangpash, bu sening oshnangni uyi emas. Taving bo'lsa, oshnamnikiga boshlab borman, uka, g'inam. O'z qo'li bilan sharob quyib beradi. Xohlasang chanxu, beshlang, 4 o'shoq, dettikam tavka tayyor. Tilini chayindi Hoshim va oshnam chanxu o'ynaydi. G'ingshishga boshladi. Buzuqchilikning ilhomchisi haroq ichib qizib olgan, shir kayfa bo'lib olgandan keyin ko'p odamlar tangpuni yo'qitib, g'arazlik muddaolar o'yg'inib, na hayo va na ayminish qolmaydi-da, fohisha, qimor va hatto jinoyatga intiladi. Bu holat azaldilla maishiy munosabatlarda ro'y berib kelayotgan xudbinlikdir. Hoshim Tokoning jaziblik taklifi kaypmanlarning nafsiy taqozzosini g'idiqladi. Atimolim, ular bu taklifdan yayrab ketishgandek bo'ldi. O'yin deganni taktik yetkizib o'ynash kerak, dedi Avud Kava tuklik maydisiga urib. Oshnig'imi bormiz, qimoringni o'ynaymiz, o'ynag'inimiz o'ynagan. Puling bormi? Sen quruq chaqmoqdek o't chiqirgan kalva, dedi Ömer Go'sh. Pul? Ahaha, bizdek o'g'a balning qo'ynimi, qo'njimi pul degine, dedi-de, o'ng yonpeshi tarafda poldonlab turadigan chandozdan bir tutam tiza pulni elib, jo'za ustiga qo'ydi Avud. Akşam yap kaptı-da bu kalvaga. Birda utib, birda uttirmiz, birda urib, birda bo'ldi. Avudning so'zini bo'ldi Ömer. Po'qchi xo'rozdek yemishem tayoq yeysan-ku. Angvashqa seni bekordan bekor kalva demaydi-da, ketdik. O'rindan qo'zg'aldi u. To'xtanglar, dedi G'ini qo'lini shiltib. Aroq ichsang, satanglarga berishsang, men tayyor. Qimor deganingni menga dalvoy qilishma. Ilpatlar besi qaytishgandek jimib qilishdi. Ömer, Avudlar kasbiy qimorvozlar. Ular aralab o'z uylarida jaz qurib, cho'to oladigan, yangi sho'rkalarni tutib dandigan to'laklardan edi. G'inining keskin raddiyasi ularning tumshig'iga mush tekkandek bo'ldi. Xususan, o'z og'ini o'ngilarini aldab o'rgangan Avud Kalvaga alam bo'ldi-da. U mol bozordala G'inini ko'rib, uning yanchug'idagi pulni o'zamning deb cho't qo'ygan edi-da. Pulingni uttirib qo'yishdan qo'rqsang, bizning o'yinimizga qarab o'ltar, cho'to olasan. Yana qamoq silib ko'rdi Avud. Meni cho'toga qiziqtirolmaysan. Sen bugun bizdan osonlikcha qutulolmaysan. Kanadak yepishqinimiz yepishqan. Men bir otning pulini sen jitakchilarga atab qo'ygan. Undaq bo'lsa, do'ng sho'panga ketdik. G'ini shaharlik ilpatlarining rayiga beqib, shu kamlarda icharmanlarning xonaqasi hisoblanadigan do'ng sho'panga berishga rozi bo'ldi. Zaten G'ini ichishni, chekishni mushu shaharlik Lau deyvanlarga qaytilgandan buyon o'gandi. Lau deyvan cho'ng buzuq. Boshda havas qilib, ondan kaypa surib, ondan xuma surib ichadigan, chekadigan bo'lib oldi. Buningdek har jihatdan tal-to'kis yigitga bu xil buvakchilik yarashmaydiganligini, oqibati xatarlik ekanligini aytib nasihat qilg'uchi jon kuyarlariga boshqa ko'ngil ochadigan narsa bo'lmasa nima qilasan, deb javob beradi. Hey, yoshlik, nodonlik, talvilik, bular daldanglashib ko'chaga chiqishdi. Gangungliqdan tamasi bor, o'zlariga yarasha tarafdor chiltanlari bor Ömer Go'sh va Avud Kalva uchun G'inidek kuchlik, qo'rqimsiz yosh palvonni yeniga ilib yurish u obro'y, madad va tamanno edi. G'ini bor chog'da har qandag'iga qir chiqarib, ishonchli holda so'lxay yangni chiqara oladi. Kimningdir naqsha aytqanini angladi. Sho'pangdan haroq ichsam, shansing dangziga yozdi. Gugum tushsumu, ko'chaning o'ttirisida yomg'ir suyidan hosil bo'lgan qora patqoqni kechib, xiraman naqsha aytib kelayotgan egiz bo'y odamni farq qilg'ini bo'ladi.
u ikki ko'chaning qiyilishiga kelganda to'xtab kimgadir xitob qilgandek urib o'timan, hey urib o'timan, o'tөt pötöt qilsang bir uribla biqiningni teshib bilay uzuk qilaman. Ha, mana xushallig'idan varqiravatdi Avut Kalva. Qaslab yuratdim. Bu to'ng'iz rasa vaqtida yo'liqdi-da. Rasa salmaymizmi ha, g'ini? Namard, silkivatdi g'ini. O'g'il bola bo'lsang, qini mushish baqqina, u mas bo'lsimi, sendek 10 leylavaşqa tetiydi. Shu aralıqda to'ng'iz atalgan masning kaynidan uchaylan yetib kelishdi-da, gap so'zsizla uningga yepishdi. Uch taraflab tekkan mushqa pisang qilmagandek ko'ksini kerib bir pas turib berdi to'ng'iz. U faqat beshinila qochirgandek qiladi. Salga atgandek bir mush etivedi. Uch nochining biri qalpoqdek uchib berib, agi suyiga milinib ketdi. Qolgan ikkisi xo'roz bazlagandek kayniga sirka laza satadigan Xitoyning dukkini tarafga dajishqa boshladi. Shu an to'rliq mush yana birsini tirangida uchiravatdi. O'tөt desang, urib o'timan degan peti uchinchisiga hamla qilishiga uchinchi nochi yelindi. Bo'ldi, jinim Abdulka, bo'ldi. Ikkinchi oldingdan to'g'ri o'tmayman. Shu holingga birovga qo'l ko'tardingmi, hech qiz? deb yaqin kelganini al bo'lganning bilidan tutib das ko'tardi-da, o'g'izga chiqib kaptar o'yna deb kesak tashlagandek do'konning o'g'isiga itivatdi. G'ini Musanoy, uningdan to'nidim degan peti yaqin keldi Abdullah. Mavo qisqashlarni qara, odamni bekor avar qilib, mastaq qilib eding. Mush yeb sagib ketdingmi nima? So'qishsam sagib ketaman qara, dedi Abdullah. Mushtong Hazreti Alining gursidanmi qattiq ekan-a, to'ng'iz. Beshimg'ila tosh tayoq tegmasa, 3-4 yetib jon bermayman jumo. At kishnigandek unlik kuldi Abdullah va xizmatda bo'lay, uka, deb taklif qildi. Rahmat, ammo yung savg'andek salmoqliq mush atqiningga fayzi qildim. O'g'il bolasan-da, guva, deb chekivatgan tamakisini Abdullahga sundi g'ini. İkkisi birinchi qitim uchrashgandila, ijillashgan mardning dili mardga yaqin. Ular ko'pmu gaplashmayla bir-biriga yiqib qilishgan. 2 yilning oldida Gulshanbog' saylisida tonishdi va uningdan keyin necha qitim ilpatchilik qilishdi. Sen aramal, ikkini uchuqtab, birini tova o'qitding. Shumi bugunga yetar, dedi kulga aralash g'ini. Yo'q, Abdullamni qo'yib bermaymiz, mehmon qilamiz. O'ttirg'a tushdi, yengila to'ng'izni urimiz deb g'inini kuchaytmak bo'lgan Avut Kalva o'zini o'ribla. Voy, langman taqtag'ay, deb Avutga alaydi-da, Abdullahga qarab, puchonga qarag'ana, patqoqqa cho'milgandek bo'lib ketibsan, Abdulka. Darhol uyingga borda yuyung'in. Umarning Abdullahni to'ng'izga ishora qilgan chaqchig'i o'rniga tushgachga hamma kulishdi. Ular atsi Yusufning oshpozilida ko'rishmak bo'lib va'dalashdi. Davomi bor.